Ishga qarash kimdir keldimi? Xo'p, hozir. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kelinglar. Vaqt bo'ling. Nodirjon, mana endi va'daga vafo qilasiz deb keldik oldingizga. Albatta Karimbek, erkakni gapi gap. Voy, bu qiz juda ham go'zal, odobli ekan. O'zimiz kelin qilamiz. Qizim juda tarbiyali. Aytgan so'zimni ikki qilmaydi. Ha, qizim? Barakalla, barakalla. Bering. Hozir maktabda 8-sinfda Keling, o'qiydi. dadasi. Eng a'lochi o'quvchilardan. A'lochi bo'lgani juda ham yaxshi. Bizni o'g'ilcha ham juda ham bir mehnatkash yigitda, hech qachon ishdan qochmaydi. Ha, umuman tinim bilmaydi. Mana buni ushlang. Mehnatkash bo'lsa, ko'chada qolmaydi, xudo. Ha, mahkamroq bog'lang. To'g'ri aytasiz, to'g'ri aytasiz. Voy, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ye, ovora Dadasi, oling bo'libsiz-da. sizni. Rahmat, Yo'q, rahmat. ovorasi bormi? Ilohim, oling dadasi, seping. Biz ham ne maqsadlarda bolalarimizni katta qildik-da, dadasi. To'g'ri, shular sog' bo'lishsa, baxtli bo'lishsa bo'ldi-da. Bizga yana nima kerak? To'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Ilohim qizim ham borgan yerida toshdek qotsin. Qani, yoshlar baxtli bo'lishsin.